Tinchlik og'ir, qarzdor hayot, jimlik ichida yo'qolgan odam. Bilasanmi? Ba'zida odam tirik bo'lsa ham yashamaydi. Men yuraman. Ko'chalar bir xil, odamlar bir xil, lekin ichimda hammasi boshqa. Qarz bu oddiy pul emas. Bu bosim, bu uyat, bu ichingni sekin-sekin yeb qo'yadigan narsa. Do'stlar chaqiradi, kel o'tiramiz. Men esa bahona topaman. Chunki yonimda pul emas, og'irlik bor. Uyga qaytaman. Bolalarim qaraydi, bolalarim qaraydi. Ko'zlarida savol, men esa javobsizman. Erkinlik oldin oddiy soz edi. Hozir esa orzu, har kuni o'ylayman, qachon tugaydi bu, qachon yengil nafas olaman. Ba'zida tunlari uxlay olmayman, shiftga qarab yotaman. Va ichimda bir ovoz, va chiday olasammi hali? Lekin men sinmadim. Ha, og'ir, ha, qiyin, lekin men yiqilsam ham turaman. Chunki menda sabab bor. Bolalarim uchun, o'zim uchun, kelajak uchun. Bir kun keladi, men bu yo'ldan chiqaman va o'sha kuni men nafas olaman. Erkin, bugun qarzdorman, lekin ertaga men boshqa odam bo'laman.